Tasavvur qiling, do'stingiz bilan birga bitta samolyotda, bitta marshrut, bitta vaqt, bitta bilet, hammasi bir xil. Lekin to'lovlarni olib qaragan paytingizda siz 2.800.000 so'm to'lagansiz, do'stingiz 1.200.000 so'm. Bu aldovmi yoki kompaniyaning xatosi? Bu aviakompaniyalarning katta marketing siri hisoblanadi. Bugun milliardlab dollarlarni aylantiruvchi bu industriyada narx o'zi qanday qilib belgilanadi va biz nima uchun har xil to'laymiz va undan tashqari aviakompaniyalar nima sotish haqida bilib olasiz. Najot ta'lim. Ko'pchilik o'ylaydi, aviakompaniya bu shunchaki samolyotda pul ishlaydigan biznes. Bilet sotadi, yo'lovchi tashiydi va daromad qiladi. Bo'ldi. Lekin haqiqat boshqacha. Zamonaviy aviakompaniya bu uchta biznesni birlashtirgan kuchli mexanizm hisoblanadi. Birinchisi algoritmik narx mashinasi, ikkinchisi yashirin moliyaviy kompaniya va uchinchisi brend imperiyasi. Va ko'pincha bu uchalasidan birinchisi, ya'ni samolyot uchirish eng kam daromad olib keladigan qismi hisoblanadi. Keling shularni birgalikda birma-bir ko'rib chiqamiz. Avval narxi o'zi haqida gaplashaylik, chunki bu eng qiziq qismi. Tasavvur qiling, siz Toshkentdan Istanbulga uchmoqchisiz va saytni ochib qaragan paytingizda birinchi o'rinda narx 2.300.000 ko'rinadi. 1 soatdan keyin kirib ko'rsangiz 2.800.000. Lekin ertasi kuni kirib ko'rsangiz u narx 2.300.000 ga tushib qolgan. Narxlar shunchaki o'zgarayotganga o'xshaydi, lekin bu tasodif emas. Bu yerda dynamic pricing tizimi ishlaydi va u kuniga kerak bo'lsa 17 martagacha bitta reysni narxini almashtiradi. Va u quyidagilarni hammasini hisobga oladi. Shu reysga bo'lgan talab, qancha bo'sh joy qolgani va raqobatchilar qancha so'rayapti, ob-havo qanday. Hattoki siz qaysi qurilmadan kiryapsiz, telefondanmi yoki kompyuter. Statistikaga ko'ra eng arzon bilet odatda uchish sanasidan 1-3 oy oldin olinadi. Eng qimmati esa uchishdan oldin oxirgi haftada bo'ladi. Sababi sodda. Oxirgi paytda bilet oluvchilar ko'pincha biznes safari yoki shoshilinch sayohatda bo'ladi va ular har qancha narxni to'laydi. Endi eng kutilmagan qismga o'tamiz. Amerikadagi eng katta aviakompaniyalardan biri American Airlines'da ular samolyotlarni uchirishdan ko'ra sodiqlik dasturi, ya'ni loyalty card orqali ko'proq daromad topishadi. Aviakompaniyalarda frequent flyer, ya'ni ko'p uchuvchi dasturi bor. Uchganingizga qarab ballar to'playsiz. Keyin bepul yoki arzon bilet olasiz. Bunday dastur deyarli har bir aviakompaniyada bor. Misol uchun Uzbekistan Airways'da ham bor, Air Plus deb ataladi va Silver, Gold, Premium darajalari mavjud. Lekin siri nimada bilasizmi? O'zi odatda aviakompaniyalar bizga bilet sotishdan tashqari katta banklarga, ya'ni odatiy banklarga ham biletlar yoki har xil bonuslarni ham sotishadi. Bu qanday ishlaydi desangiz, bank o'zi odatda kartochka chiqaradi, mana shunaqa turdagi Platinum, Visa, shunga o'xshash kartalarni. Ana shu kartadan bilet sotib olgan paytingizda sizga bonus beradi. Lekin o'sha bonusni aviakompaniya allaqachon banklarga sotib bo'lgan hisoblanadi. Natija qanday? Mana raqamlar. American Airlines'ning A-Advantage dasturi moliyaviy ekspertlar baholashicha 26.7 milliard dollar turadi. Bu aviakompaniyaning o'zining bozor narxidan deyarli 4 barobar ko'p. Delta'ning Loyalty dasturi 26 milliard, Unitedniki 20 milliard dollarga baholangan va bu raqamlar har bir aviakompaniyaning o'z qiymatidan kattaroq. Shuning uchun moliyaviy ekspertlar kulib aytishadi, aviakompaniyalar bu qanotli kredit kartalari. Endi yana bir yo'nalishga o'taylik, drip pricing, ya'ni tomchilab tomzib qo'yiladigan narx. Bu shunday ishlaydi. Siz saytni ochasiz, bilet 9.99 euro deb yozilgan. Voy zo'r-ku, bosasiz gazini. Keyin saytda yuk uchun to'lov chiqadi, 20 euro. Keyin o'rindiq tanlash uchun yana 10 euro. Keyin tezroq ko'tarilish uchun yana 8 euro. Keyin onlayn check-in qilmasangiz aeroportda 55 euro. Qo'rqib check-in qilasiz. Oxiri bilet sizga kamida 70 euroga tushadi. Psixologiya shunday ishlaydi, ya'ni bizning miyamiz birinchi ko'rgan narxga yopishib oladi va bu narsani ilmiy tilda anchoring effect deb ataladi. Ya'ni bizda birinchi to'lov arzon narxda chiqdimi, ana undan keyingi chiqadigan to'lovlarni ham to'lashga majbur bo'lamiz. Bu pulni jamlasak manzara dahshatli. Faqat 2024-yilda butun dunyo aviakompaniyalari shu qo'shimcha to'lovlardan 148.4 milliard dollar daromad oldi. Faqat yuk uchun olingan to'lovlar AQShda 7.27 milliard dollarni tashkil qildi. Bunga eng zo'r misol Ryanair, bu Yevropaning eng arzon aviakompaniyalaridan biri hisoblanadi va ularda bilet 9.99 yevrodan boshlanadi. Ularning asosiy 35% daromadi mana shunaqa holatda, ya'ni qo'shimcha to'lovlardan kelib chiqadi. Mana aviakompaniyalar haqida ham bilib oldingiz. Ular narxni algoritm orqali belgilashadi, kredit kartalar sotishadi va kichkina mayda to'lovlar orqali milliardlab pul topishadi, ya'ni soqqa qilishadi. Buni ortida siz biz bilgan data analitika, marketing, dasturlash yo'nalishlari, ya'ni kasblari turadi va bu kasbda O'zbekiston yoki butun dunyoda eng ko'p pul to'lanadigan yo'nalishlardan hisoblanadi. Siz ham bizneslarga yechim bera oladigan, zamonaviy, talabgor va eng qizig'i kelajakda yo'qolib ketmaydigan sohalarni o'rganishni istasangiz, Najot ta'lim kurslarini taklif qilamiz. Agarda sizga ham ushbu sohalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling yoki izohdagi link orqali ro'yxatdan ham o'tishingiz mumkin.
Bugun aviakompaniyalarning marketing sirlari haqidagi tayyorlagan kontentimiz shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Keyingi kontentimiz qaysi mavzuda bo'lishligini izohlarda yozib qoldiring. Najot ta'lim.